Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Ota o'z bolasiga chiroyli odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi deganlar. Ya'ni har bir inson mukallaf bo'lgach o'ziga o'zi javob berishini ko'p gapirganmiz. Ya'ni har bir odam individual dunyoga kelishi, qabrga individual tushishini ko'p gapirganmiz. Qur'oni Karim bir necha joyda birovning yukini birov bo'yniga ola olmaydi deydi. Bir necha joyda bu oyat keladi. Lekin bitta istisno bor. Ota-ona. Farzand uchun ota-ona bu dunyoda ham javob berar ekan. Axir biz oldin o'tgan yillarda ko'rdik. Mahallalarda, mahalla klublaridagi bo'lgan majlislarda adashgan oqima kirgani uchun ota-ona o'rnidan turg'azib qo'yilib, qizartirilgan voqealarda ko'p guvohi bo'ldik. Ota-ona javobgar bo'ladi. Nima uchun? Bolani qanday inson bo'lib voyaga yetishi ota-onaning bevosita munosabatiga bog'liq bo'lgani uchun. Shuning uchun. Ana shuning uchun tarbiya vojib qilingan dinimizda. Tarbiya vojib o'rinda. Ota-ona bolasini tarbiya qilmasa, tarki vojib qilgan bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Jamiyatga manfaatlik emas, zarar kunanda bir insonni yetkazib bergani uchun ota-ona albatta javobgar bo'ladi, dunyo va oxiratda. Ana shuning uchun Payg'ambar alayhisalom hadislarida ota o'z bolasiga chiroyli odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi deb marhamat qildilar.